Hammaga assalomu alaykum azizlar. O'tgan martangi videomizda 140 ta prosmotr bo'libdi. Вообще от души первый videoga 140 ta. Men uchun от dуши rezultat. Вот, bugun soat 11 da bizda ish. Menga tashni hozir soat 8:50 vaqtroq turib grafiklarni qarayapman. Nima gap, nima so'z, nima yangiliklar bor. Вот, shunday qilib masalan sal vaqtroq turib o'zimga haligi vaqt ishlay olmasam, chunki kechikib ketyapman-da. Masalan 10:30 da tursam, yarim soatdan keyin ishda bo'lishim kerak. Atagi 1 soat, 2 soat oldin turilsa, masalan 8 da turildi. Mana da bir ikkita ishlarni qilindi, sirada kompyuterda oldiga o'tirib, grafiklar qaraldi, masalan videolarni to'g'irlash kerak, videolarni montaj qilish kerak. Shu narsalarga interes. Вот. А так, у нас, что могу сказать? Zalga borishim kerak bugun. Hali zaldan ham chotki bir ikkita kadrlarni qo'yib yuboraman. Ko'rasizlar. Yana hozir mana bilan kompyuterda, tak. Kompyuterda ishlaymiz. Ertalab grafik, kechagi analiz, mana bitta qarag'ida pulsovoy analiz ketyapti. Tak, mana yerda kecha analiz tashlab qo'ydik. PP da kimga tanish bo'lsa, o'zimiz yo'nalishi bo'yicha ketyapti, lekin Dogecoin'da sal minusdamiz. Ну ладно, bu kanal trading kanali emas. Просто men sizlarga kichkina obzor qildim. Ertalab mana shuni turib ko'rib, nima qilyapti, nima qo'yapti, shu bo'yicha va kontent bo'yicha men hozir o'rganyapman, to'g'risini aytsam. Zo'r bloger yoki trader emasman. Endi o'rganayotgan, masalan, o'ziga qiziq, shunaqa temalarga qiziqayotgan odamman men. Tak. Mana svetni o'zgartirib Вот, от dуши ishlaymiz. Kecha soat 1gacha plus minus shu grafiklarni edim. Bugun vaqtroq turib, endi yana dashi ko'rib, qiziqib. Первую очередь disiplinani ushlash kerak. Disiplina har doimlik, har doimlikda ushlab, o'sha bilan birga ishlamasa, chunki bugun qiziqding, ertaga tashlab qo'yding, endi yana nima qilading, bir hafta tashlab qo'yding, unaqa bo'lmaydi. Mana shu bilan hozir menda zavtrak tayyorlayapman. Zal bilan mana shunaqa problema menda, juda ham qiyin. Masalan, 10 soat ishlab kelib, yana zalga borib, yana mana bu bilan shug'ullanish вообще masalan, как будто нереальныйga o'xshab ko'rinadi ko'zga, lekin agarda qayerga ketganingni bilsang, qanaqa desam, maqsadlaringni bilsang o'zing juda yaxshi, значит senga bular to'siq bo'lib, bular senga problema bo'lish shart kerak emas. Вот. Так. Shunaqa gaplardir. A tak, потихоньку hozir zavtrak olaman. Uydan chiqiladi, zalda bir ikkita kadrlar, ishxonada kadrlar bo'ladi. Shunaqa qilib kichkina vloglar olib ketaveramiz. Sizlarga yoqyapti degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosib, podpiska qilib, podpishka qilib qo'yinglar. Peterda o'tgan videoga ham aytib qo'ydim. Men Peterdan hammaga salom. Поехали. Bu sentr galereyada men уже hozir. Shu yerda 5-etajda zal bor. O'sha zalga borib, sekin trenovkani qilamizda. Keyin ishga. Bitta 40 minut vaqtim bor. Hozir hammasini ustiga chiqarishga harakat qilamiz. Bugun bizada
triceps и грудь. Ну, пару упражнений. Эти упражнения ko'rsatib o'taman. А так, слегка. Вот, поехали, наверное. Let's go. Tak. Vazn kontrol olduk. Sekenin oldu. Trabzon'a düşüp. Trabzon'a sarılır. Hala vaktimiz var. Где-то 30 минут. 30 minut vaqt bor. Bugun bo'layotganda triceps bilan glut ketmaymiz. 3 ta упражнениyalar qilamiz, tugatamiz bugun. Sizlarga zalda sekin ozroq ko'rsatib o'ray. Так. Вот так. Ага. Всё, всё видно. Вот нас залда. Yangi ochilgan buyoqda hammom, haligi banya tuzatishlar ham bor ekan. Вот. Ну что, поехали тогда? Sekin ishga ketamiz, o'tirib kalkulyatsiya. Come on. Mana shunaqa. Так. Endi hozir ishni boshlovlarimiz borib, bu ikkita kadrli bo'ladi o'zim. Hammaga omad. Soat 10 bo'lyapti. Вообще скучно. Odam kam bo'ldi-ku, lekin kam bo'lsa ham bitta stol bo'lsa ham bitta stol bo'lsa ham turib aylanib yuraverish kerak. Oyoqlar haligi nima edi? Qaynatma sho'rva bo'lib ketganda. Hozir oyoqlar og'riyapti, lekin pul topish kerak, oilanib boqish kerak. Gazini bosish kerak. Bugün получается 9 noyabr soat 10 bo'ldi.
Zalga bordim, pitaniyani qo'yib oldim, o'zim bilan oldim pitaniyani. Soat 10 bo'lgan bo'lsa 11, bir xil payt bo'ladi, 12gacha qolib ketamiz. Atak 11:15larda kuxnya yopiladi, 12larda nima yopiladi? 12da restoran yopiladi. Agar bu mehmonlar kamaysa yoki yo'q bo'lsa, vaqtga yoqib ketamiz. Endi nasib bugun agar kamroq bo'lsa vaqtga ketamiz va uyga borib ham haligi zalga borgandan keyin meni hali og'riyapti-yu. Uyga borgandan keyin ham shu kompyuterda grafiklarni ko'rib, nima qilyapti, nima qo'yapti. Nima qilyapti, nima qo'yapti, u tomonlarni ko'rib, hozir Bitcoin ko'tarilyapti. Ikkita analizda qilingandi, hozir qaysidir o'xshayapti, qaysidir o'xshamayapti. Так, zalda yotdik. Menyu nazar, знаете. Так. Всё чётенько. Mana shunaqa ish tugadi. Sizlar ketamiz. Soatda aytaymi qarab. Soat 11:33. Eng baxtli o'nlarni kun bo'yidagi eng baxtli on bu uyga ketib olgan payt. Вот, ладно. Всем вам